Do'stlar, bugun sizlar bilan Sovest S07 avtomobilini to'liq obzorini ko'rib o'tamiz. Avtomobil uzunligi 472 cm, yerdan balandligi 172 cm hamda eniga 190 cm. Avtomobil motorini ko'rib chiqamiz. Kapot ostida 1.6 turbina, 197 ot kuchiga ega Yaponiya brendi Mitsubishi bilan совместно ishlangan motor joylashtirilgan. Zaslonka, elektronika qismlari Polni Bosch kompaniya bilan hamkorlikda ishlab chiqarilgan. Korobkasi 7 bosqichli двух степенчатый mokriy tipdagi robot korobka bilan jihozlangan. Bu ancha ekonomичный, ya'ni yoqilg'i sarfini kamaytirishga xizmat qiladi. Avtomobilimizni metali ancha qalin, o'zimizni brendlarga nisbatan ancha qalin va sifatli ishlatilgan hamda atsinkovniy, ya'ni chirimaydi, korroziyaga qarshi sayqallangan. Avtomobilimiz ko'rinishi oldi ko'rinishidan juda ham ajoyib, zamonaviy 25-yilgi restyling varianti. Polni monoqosh hamda buriluvchan LED linza adaptivniy faralar bilan jihozlangan. Oldi reshotkalari o'ziga yarasha ancha chiroyli ishlangan hamda 360 kamera joylashtirilgan. Buni pastki qismida avtomobilni o'zini o'zi to'xtatish tizimi hamda yon sezgi datchiklari bilan jihozlangan. Avtomobilimizning baloni 20 razmerli, yumshoq, yengil quyma diskalar bilan jihozlangan. Yon qismida 360 kamera, slipovoy zona hamda besключевой dostuplari bor. Bokovoy oynamiz, zatemnение, ya'ni orqadan danniyda kelayotgan mashina bo'lsa, sizga ko'zingizga tushmaydi. Hamda zadniyga ursiz avtomatik o'zini o'zi moslashuvchan. Ichki salonimizga e'tibor beramiz. Ichki salonlarimiz ancha chiroyli. Hamma funksiyalari o'ziga yarasha joylashtirilgan. Ichki saloni 3 xil kombinatsiyada ishlab chiqarilgan. Qizil, qora hamda oq svetda bo'ladi avtomobilning ichki salon ranglari. Endi obshipkalarimizga kelsak, ancha yumshoq, premium mashinaligidan dalolat beradi. Bu yerdagi funksiyalari sidina pamyat, isitish, sovutish Mercedes formadan olingan. Akustikasi Sony 8 dinamikli Yaponiya brendi. Bu yerlarda ancha o'ziga xos joylashtirilgan zerkala ligrovkalari hamda oyna ochib yopish knopkalari. Avtomobilimizga e'tibor berasizlar. Juda ham ko'p mashinada bu holatda o'tirib turib, tushayotgan holatda karnizga sonimiz, ya'ni oyog'imiz qismi tegadi. Bu holatda avtomobildan tushganingizda sizni kiyimingiz yoki o'zingizga yomon bo'lmaydi. Sababi avtomobil oxirigacha eshigi karnizlarigacha davom etgan hamda vakuumlari bor. Avtomobilning karnizi umuman yomon bo'lmaydi. Sidinyalarimiz juda ham yumshoq, prefaratsionniy kojadan ishlangan, isitish sovutish tizimlariga ega. Bu yerda umurtqalarimizni tik tutish uchun 4 bosqichli o'zini ligrovkasi bor. Bu joyimizda avtomobil uchun kerakli funksiyalar, orqa bagajnik ochilish uchun knopka, muzlama yo'llar hamda podyomnikdan tushish uchun отдельный knopka rejimlari mavjud. Avtomobilimiz ruli juda ham chiroyli ishlangan, обогревli multifunksional rul. Bu tomonda multimedianing sistema boshqaruv knopkalari hamda bu tomonda adaptivniy cruise control knopkalari hamda oldinda ketayotgan mashinani distansiya, masofa saqlash knopkasi mavjud. Rulimiz orqasida lipistok, bu mexanika uchun. Avtomobilimiz monitori splashnoy polni ishlangan. Bu tomonda multimedia sistemasi, bu tomonda avtomobil nazorati ekrani joylashtirilgan. Torpedalari juda ham chiroyli ishlangan, yumshoq plastdan chok-choklarga tushirib chiroyli ishlangan. Bu yerda звуковой управление kolonkasi joylashtirilgan. Avtomobilimiz lobovoy spiral bo'lib, qishki kunlarda juda ham kerakli funksiya, o'zini o'zi isitadi. Avtomobilimizda звуковое управлениеni sinab ko'ramiz. Привет, Соулизи. Привет. Чем я могу помочь? Открой люк. Сладко. Bu funksiya faqat lyukni ochish uchun emas, xohlasangiz oynalarni ochishingiz mumkin, xohlasangiz klimatni kontrol qilishingiz mumkin. Ha, aytgancha avtomobilimiz 3 zonli klimat kontrol, 3 taraflama. Bu yerda oldi 2 taraflama iqlim nazoratini qilsangiz bo'ladi. Sensorli monitor hamda orqa taraf uchun отдельный sensorli
monitorcha joylashtirilgan orqa tarafida. Deflektorlari juda ham chiroyli ishlangan. Anchagina funksiyalarga ega. Bu faqat klimat kontrol qilish uchun emas, bunda juda ham ko'plab funksiyalar mavjud. Misol uchun, avtomobil ichki salonida noxush hid kelib qoldi. Shu holatda ionniy sistemani yoqsak, o'zidan xushbo'y hid taratadi. Hamda avtomobil sidinalarini isitish, sovutish tizimlarini shu yerdan boshqarsangiz bo'ladi. Yoki qulaylik uchun avtomobil yon tomonida o'zi Mercedes forma qilib, chiroyli qilib ishlangan knopkalar, abagrev, adduv sistemalari, monitor ham ishlaydi. Birdaniga ikkita joydan boshqarsangiz bo'ladi. Avtomobilimizda deflektorlari juda ham chiroyli ishlangan. BMWlarda deflektorlari singari ajoyib ishlangan. Skorisi xrustaldan ishlangan. Bunga ancha mehnat talab qiladi. Xohlasangiz mexanikani o'zida ushbu skorusda boshqarsangiz bo'ladi. Avtohold tizimlari hamda 50 vatlik besprovodniy zaryadnik ancha-muncha mashinada yo'q, sovutish tizimi ham mavjud. Telefon quvvatlanayotgan holatda. Bu yerda podstakanchiklar, e'tibor berasizlar, ancha qulay joylashtirilgan. Avtomobilimiz barida premium mashinaligini isboti xolodilnigi mavjud. Bu yerda yozda issiq kunlarida suvlarda muzlatib olsanglar bo'ladi. Avtomobilimiz orqa salonini ko'rib o'tamiz. Avtomobilimiz orqa saloni ko'rib turganinglardek ancha keng, orqa deflektorlar, orqa tezkor zaryadnik portlari mavjud, Type-C hamda USB. Bu yerda boya aytganimdek sensorli klimat kontrol. Yana bir joyga e'tibor berasizlar. Juda ham ko'p mashinalarda o'rtada podyomnik bo'ladi. Bu yeri mana tekis, o'rtada ketayotgan odamga ham dalniy yo'llarda ancha qulay. Bu yerida podlokolniklari mavjud. Ancha komfort bag'ishlaydi. Bu avtomobilimiz, eslatib o'taman, 7 kishilik hisoblanadi, orqada ham joy bor. Avtomobilga e'tibor berasizlar. Sidinalari juda ham ko'p mashinalarda bunaqa yo'q, men o'zim shaxsan ko'rmaganman. Sidinani xohlagancha ligirovka qilsanglar bo'ladi. O'rtadagi sidina poni ligirovka bo'ladi. Avtomobilni bu holatda sursangiz ham yana ham sidinasi yotadi va tepaga moslasanglar ham bo'ladi. Uzoq yo'llarga juda ham qulaylik yaratadi. Orqa saloniga o'tib ko'raman. Qani o'zingizlar bir baho berasizlar. Orqa salonimiz ham o'ziga yetarli. Bu yer detskiy sidina hisoblanadi, lekin shu joyda ham sidinani ligirovka qilgan holatda bemalol oilaviy uzoq sayohatlarga chiqsanglar bo'ladi. Avtomobilimiz orqa eshigini sifatini ko'rib chiqamiz. Orqa oynalari o'zi zavodskoy holatda kuydirilgan hisoblanadi, tonirovka shart emas. Orqa obshipkalarimiz premium mashinalarda bo'lgani kabi yumshoq ko'jadan ishlangan. Bu yerda ikkita Sony 8 dinamikli yaponskiy brend ostidagi kolonkalar mavjud. Avtomobilimiz bo'ylab polniy podsvetkalari mavjud, kolonkalar ostida joylashtirilgan. Orqa ko'rinishini ko'rib o'tamiz. Orqa ko'rinishi ancha ham chiroyli, zamonaviy ishlangan. Avtomobilimiz orqa qismida 360 kamera o'rni hamda nomer uchun chiroqlar, orqa sensor datchiklari. Bu avtomobilni parkovka qilayotganda juda ham qulaylik yaratadi. Avtomobilimiz bagaji elektroprivod, ancha baland ochiladi. Shu holatda tursa ham mana qisib qolmaydi. Xohlasanglar avtomobil orqa sidinasini bagaj hisobiga o'tkazsanglar bo'ladi. Xohlasanglar 7 kishilik. Shtorkalari o'zi bilan, hamma instrumentlari joyida. Zapaskasi yo'qmi degan savolga, bu avtomobilning zapaskasi pastki qismida joylashtirilgan bo'ladi. Bu nimani komfortini beradi. Misol uchun hozirgi kunda ko'p insonlar propan qo'ysak bo'ladimi degan savolni beryapti. Andijon avtosalonida propanni garantiyada turgan holatda qo'ydirsanglar bo'ladi. Zapaskani o'rniga tag qismiga tushadi. Bu
inson xavfsizligi uchun juda ham kerakli narsa. Ichki salonda bo'lsa, utechka yoki bir hidi chiqsa, inson hayoti uchun ziyon hisoblanadi. Tagiga qo'ysanglar, ancha ham bexavotir yursanglar bo'ladi. Avtomobilimiz orqa bagaji detskiy rejimlari bilan jihozlangan, umuman qisib qolmaydi. Avtomobilimiz orqasi oynasi ham abagirefli hisoblanadi. Bu barcha mashinalarda hozirgi kunda bor, lekin bu ham fakt. Orqa dvornik uchun suv sepadi. Avtomobilimiz podveskasi nezavisimiy McPherson hisoblanadi, mnogorechajniy. O'nqir, cho'nqir yo'llarga tushganingizda bitta avtomobilni baloni chuqurga tushsa, kuzovga ta'sir qilmagan holatda ishlaydi. Juda ham ko'plab mashinalarda balka hisoblanadi. Balkada bitta balon tushsa, poni kuzovga ta'siri bor. Bu avtomobilimizda bu narsa yo'q, sababi podveskalari nezavisimiy. Avtomobilimiz uchun 5 yil yoki 200 ming kilometr rasmiy dilerdan kafolat beriladi. Motor, korobka, elektronika qismlariga propan qo'ygan holatingizda ham garantiyadan chiqmagan holatda. Avtomobilimiz narxi 410 million so'm, lekin hozirgi kunda ancha katta mega skidka ketyapti. Shuni hisobiga 377 million so'm ikkinchi pozitsiyasi. Avtomobilimiz xarid qilganlar uchun quyidagi bonuslarimiz mavjud. Avtomobil radiator panjara ortidagi защита setkasi, bu juda ham kerakli narsa, radiatorda ancha himoya qiladi. Hamda yon taraflar uchun parok 200 kilogrammgacha ko'tara oladi. Hamda avtomobilimiz saloni uchun poliklarimiz mavjud. Manzilimiz Andijon shahar, 80 metrlik ko'cha yoki ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling, batafsil ma'lumot oling.